2017-yil futbol olami larzaga keldi. Neymar 222 million yevro evaziga Barselonani tark etib PSJga o'tdi. Ammo bu transfer shunchaki bitta futbolchining ketishi emas edi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Merse Bro. Bugun sizlar bilan agar Neymar 2017-yilda Barselonadan tark etmaganida nima bo'lardi degan savolga javob beramiz. Bu voqea futbol tarixidagi eng dahshatli zanjirsimon reaksiyani boshlab berdi. Bugun biz vaqtni ortga qaytaramiz. Agar Neymar o'shanda Barselonada qolganida nima bo'lardi? Hozir hammasini soniyama-soniya tahlil qilamiz. Keling tasavvur qilamiz. 2017-yilning avgust oyi Neymar matbuot anjumani o'tkazib, Barselonada qolishini e'lon qildi. Xo'sh, keyin nima bo'ladi? Birinchi zarba Angliyaga, aniqroq Liverpoolga borib tegadi. Agar Neymar ketmaganda, Barselona rahbariyati vahakaga tushib, bozorda ahmoqona pullarni sovurishni boshlashmasdi. Demak, Barsa Filippe Coutinhoni 140 million dollarga sotib olmaydi. Coutinho Liverpoolda qoladi. Va mana sizga birinchi portlash. Coutinhoning pulsiz yurgan klub Southamptondan Virgil van Dijkni va Roman darvozabon Alisson Beckerga pul topolmaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Van Dijk va Alissonsiz esa Liverpool o'sha dahshatli himoyaviy jamoligicha qoladi. Ular 2019-yilda Chempionlar Ligasi yuta olmaydi. Premier Ligada esa Manchester City ularni yakson qilishni davom etadi. Klub Angliyada afsonaga aylana olmasdi. Endi Barselonaga qaytamiz. Dembele va Coutinhoga ketgan 300 million yevro klub kassasida turibdi. Masana triosi esa o'zining eng cho'qqisida. 2018-yilgi Chempionlar Ligasida Barselona Romaga sharmandali tarzda yutqazmaydi. Chunki maydonda Neymar bor edi. Barselona 2018 va 2020-yillar oralig'ida yana kamida bitta Chempionlar Ligasi kubogiga qo'lga kiritadi. Lionel Messi va Neymar tandemda dunyoni titratishda davom etadi. Eng muhimi, Barselona moliyaviy inqirozga uchramaydi. Klub o'z afsonalarini pullay boshlamaydi va transfer bozorida masxarabozga aylanmaydi. Ammo eng katta o'zgarish Parijda sodir bo'layotgan edi. Neymarni sotib olmagan PSG loyihasi katta zarbaga uchraydi. Ular sirazi brend bo'la olishmaydi. O'sha yili makonda portlab chiqqan 18 yoshli Kylian Mbappe PSJga o'tishga ko'ndirish qiyin bo'ladi. Chunki loyiha u qadar jozibador emas edi. Natijada Kylian Mbappe 2017 yoki 2018-yilda to'g'ri Real Madridga o'tadi. Ha, Madridga 2024-yilda emas, ancha erta, o'zining eng tezkor davrida keladi. Zidan qo'l ostidagi Mbappe Ronaldo ketgandan keyin Madridning mutlaq qiroliga aylanadi. Real Madrid Benzema va Mbappe dueti bilan Ispaniyada va Yevropada gegemonlikni davom ettiradi. Parij klubi esa milliardlab pullarga qaramay Yevropaning o'rtacha jamoasi bo'lib qolaveradi. Hech qaysi top yulduz Fransiya ligasiga o'tishni xohlamaydi. Endi barcha futbol muxlislarini yig'latgan o'sha voqeaga kelamiz. 2021-yil Lionel Messining Barselonadan ketishi. Agar Neymar jamoada bo'lganda, moliyaviy ahvol joyida bo'lardi va Messi umrining oxirigacha Barselonada qolardi. U hech qanday PSJga o'tmagan, Fransiya huquqlariga uchramagan bo'lardi. Barselonaning abadiy va yagona qiroli sifatida o'ynashda davom etardi. Bu paytda esa Ronaldo va Messining La Ligadagi dahshatli raqobati yana kamida 2 yoki 3 yil davom etishi mumkin edi. Chunki Barselona kuchli tarkib bilan Ronaldoning Realiga munosib qarshilik ko'rsatdi. Futbol El Clasicolari o'z qiymatini yo'qotmasdi. Dunyo har haftada haqiqiy futbol tomosha qilardi. Xo'sh, Neymarning shaxsiy hayoti-chi? Parijda u jarohatlar, tuynuklar va muxlislarning nafrati ostida qolib ketadi.
U o'zining eng yaxshi yillarini pullarga almashtirdi. Agar u Kataloniyada qolganda 2020 yoki 2021-yilga kelib, yoshi o'tayotgan Messidan stafetani qabul qilib olardi. Neymar o'zi orzu qilgan oltin to'pni aniq qo'lga kiritardi. U dunyoning eng yaxshi futbolchisi nomiga loyiq ko'rilardi va Braziliya terma jamoasini ham jahon chempionatiga yetaklab borishga kuchi yetardi. U haqiqiy afsona bo'lardi. Ular quliga aylangan yulduz emas. Bitta qaror, atiga bitta shartnoma butun futbol dunyosining 10 yillik tarixini o'zgartirib yubordi. Liverpoolning yuksalishi, Barsaning inqirozi, Mbappening taqdiri hammasi Neymarning o'sha o'tishiga bog'liq edi. Sizningcha, Neymar Barselonada qolganida futbol hozirgidan yaxshiroq bo'larmidi? Yoki u PSJga o'tib to'g'ri qaror qilganmi? O'z fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang.